tirikchilik qilib pul topaman degan akalarim. Sizlar uchun bitta narsa topib qo'ydim, bittadan arzon qilasizlar. Kettinglar, bitta arzon qiling. Bo'ldi oğlum. Qarang. So'ng Rossiyadan kelgan, chet eldan kelgan aka-ukalarimiz, Koreyadan kelgan, Koreyaga yana qaytib ketolmayotganlar bor. Sizlarga tirikchiligiga mana shu yerda ham pul topib qo'ysa bo'laveradigan, oyiga $1000, $2000 topsa bo'laveradigan asbob anjomlarni ko'rsatamiz, qaranglar. Medibar, bundan tashqari Interpret, Eramax deganlar bor, Rekord deganlari bor. Bu burovoy hisoblanadi. Burovoyimiz bilsalaring mana dimoxodga teshiladi 100 likda. 100 lik, kanalizatsiyaga teshiladi 132 likda. Kimdir masalan qanaqasini olay deb oladi-da. Men ko'pchiligiga maslahat beryapman, Medibar oling. Medibar deydi. Yakiri bizda bor, sotuvda bor. Undan tashqari buni narxiga keladigan bo'lsa, o'ta arzon chiqadi. Ham 100 ta teshikka garantiya beramiz. Buni narxi $230 qilib belgilaganmiz. Dollarda aytishimiz sababi o'zi hamma Rossiyada bo'ladimi, Koreyada bo'ladimi, osonroq hisob-kitob qilib olishadi. Bundan tashqari kolonkalar mana ko'rsating. Eramax'niki bor, Ubaydiki bor. Bundan tashqari har xil modellari bor. Bular o'zi chempionlarni olib kelib qo'yib qo'yganmiz hali. Yaxshilarni mana Ubay mana. Endi dimoxodga nechilikda teshaman deydiganlarga 102 likda teshiladi. Buni narxi 300 ming so'm hisoblanadi. 132 ligi bor, 120 lik mana. Dimoxodga buni ham nimani olaveradi? Kanalizatsiyaga olishaveradi. 120 lik bilan 132 lik asosan ketadi. 132 ligimizni o'zi asli teshib beradigan narxlari 130 mingdan 100 minggacha teshib berishadi. 40 likda bo'lsa. Agar bu metta qo'shiladigan narsalar bor mana. Mana bu narsa qo'shilib oladigan bo'lsa, nima bo'ladi? 50-60 deyshadi. Mana unga ham pul qo'shilib oladi ko'pchilikda. Masalan, 100 ming tashayotgan bo'lsa, 120 ming bo'lib qoladi, 130 ming bo'lib qoladi. Qancha mana udulni til qo'shilsa, pul qo'shilaveradi. Endi buni narxlari kimdir masalan narxlarni tushunmayotgan bo'lsa, menga bemalol telefon qilishlari mumkin. Telefonlarni qo'yib qo'yamiz. 132 likda narxi 360 ming so'm. 159, 169, 83, 76 bo'ladi. O'zi asosan 3 ta beramiz biz. 132, 102, 83 beramiz. Komplektiga qo'shsa bo'ladi buni. O'shanda $330 suv bachoyi ham bo'ladi. Suv bachoyini olingda ko'rsataylik qaysidan qo'yish kerakligini. Agar suv bachoyi haqida nimaga men o'zim ko'rsatmoqchi bo'lyapman, oling. O'g'lim suv bachoyidan boshla. Bu karonkamiz uzoq ishlashlik uchun nima qilish kerak? Suv bachoyini bering menga o'g'lim. Qaranglar mana suv bachoy. Bu akkumulyatorli hisoblanadi. Ko'rishlaring mumkin. Mana bu ham qimmat narsa emas, ortiqcha. Mashinlar shuni ulab beradigan bo'lsa, bu suvni metga ko'proq berilsa, mana u kuyib qolmaydi uchi. 100 ta, 150 tagacha teshaveradi. Agarda bu suvni kamroq beradigan bo'lsalar, tepaga paqirga ilib qo'yiladigan bo'lsa, suv kam bo'ladi. Mana uchi olmos kuyib qoladi. Bunda 20 tadan 30 tagacha teshadi, kanonga pachaq bo'ladi. Endi to'xtab turing. Bitta teshikni narxi necha puldan teshadi? Ashinsini ham aytib o'ting, oxirgacha. Bitta teshik qarang. Agar razmeriga qarab teshib ketsa bo'laveradi. Masalan, 89 ni 80 ming so'm, 76 ni 70 ming so'm, 100 lik 100 ming so'm, 40 liga to'g'ri bo'lsa. Endi agar bu oralig'i katta bo'ladigan bo'lsa, bunga qo'shilaveradi. Endi soni ko'payadigan bo'lsa, masalan, teshikdan 20 ta bor deyapti. 100 ming bo'layotgan bo'lsa, 90 ming, 80 mingdan ham teshib bersa bo'laveradi. Endi qaranglar, buni yoniga nima olsa bo'ladi? Ko'rishlaring mumkin. Uni ichida beton rezina turibdi. Bitta yaqiniga boraylikmi? Uni ham bitta gapirib bering. Bitta gapirib bering. Tushuntirib bering. Tirikchilik uchun hamma kurashyapti hozirgi kunda. O'zingiz bitta hammaga ko'rsatib bermaysiz. Titan og'zi ochiq, hamma xavfli deb o'ylaydi. Lekin 10 tacha shu bilmaydigan odamlarga berganmiz, hozirgi kunda ishlatishyapti. Xudoga shukr, hech kimda xavf bo'lgan yo'q. Narxiga bu 40 likda oladi. 40 likda bitta tarafdan uzib qo'yilaveradi. Buni narxiga keladigan bo'lsa $380. So'mda aytmayotgan sababi Rossiyadagi aka-ukalarimizga, Koreyadagi aka-ukalarimiz narxlarni osonroq bilib olishlari uchun dollarda aytib qo'yapman. So'mda endi o'zimiznikilar 1200 dan hisoblab chiqarib olaverasizlar.
Endi qaranglar, buni 30, 20, 25, 30 kesadiganlari bor. Mana nimaniki bor, Eramax'niki bor, har xili bor. Bularni narxlari bilan aytsak, juda ham cho'zilib ketar ekan. Qaranglar, bu 1,5 metrga bunaqasi 2,5 metrlik eshikni masalan betonni ochib berishi 2,5 milliondan 1,5 milliongacha hisoblanadi. Beton bo'lsa, agar pishig'ish bo'ladigan bo'lsa, 300 mingdan 800 ming, 1 milliongacha kesib berishadi aka-ukalarimiz. Narxlarini aytib, nimasini, kesish narxlarini aytayotganimga sabab, masalan, o'zlaringiz hisob-kitob qilib olishlaring uchun. O'sha betonni ham 2 soat, 3 soatda kesib oldirib bersa bo'ladi. Bemalol kimga buna narsalarni zarur bo'ladigan bo'lsa, o'g'lim bizga murojaat qilsin. 505-do'kon. Birgalikda mana obzor qilib boryapmiz. Xudo xolasa, like, podpiskani ayamanglar, shu bolani qo'llab-quvvatlanglar. Xursand bo'lamiz sizlardan. Hammaga obzorni qildik-ku, lekin manzilni aytmadik. Dadu, bitta manzilni ham aytib o'ring. Bo'ldi. Qaranglar, Oltiariq tomondan kulib kelyapti. Marg'ilonga kirish bo'ladi. Kuldan o'tishlaringga Metal Mart degan mana nima keladi? Ko'ringlar, kira. Shuni ro'parasiga 505-do'kon. Ubay brendi, Ubay Beauty brendlar joylashtirilgan 505-do'kon. Oybek aka do'koni desalaring, xudo xolasa hamma taniydi. Kimga shunaqa joylar, narsalarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasiz.